Namangan shahri va uning atrofidagi hududlar O'zbekistonning shimoliy-sharqiy qismida Farg'ona vodiysining markaziy qismlariga yaqin joylashgan bo'lib, tarixiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Shahar nomining kelib chiqishi haqida turli nazariyalar mavjud bo'lib, ularning ichida eng keng tarqalgani Namangan so'zining forscha Namakkan iborasidan olingani haqidagi fikrlardir. Bu ibora Tuskona degan ma'noni anglatadi. Dastlab bu hududda tabiiy tuz konlari yoki yer ostidan tuzli suvlar chiqqani sababli odamlar ushbu hududni shunday atay boshlagan bo'lishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan bu atama fonetik jihatdan o'zgarib, hozirgi Namangan shakliga kelgan. Ba'zi tarixiy manbalarda bu nom Namakon, Namakan kabi shakllarda ham qayd etilgan. 17-asrda Axsikent shahrida yuz bergan zilzila tufayli aynan Namangan hududiga ko'chib kelgan, bu esa shaharning rivojlanishiga katta turtki bo'lgan. Hozirgi kunda Namangan O'zbekistonning yirik shaharlaridan biri bo'lib, Namangan viloyatining markazi hisoblanadi. Viloyatda bir necha bor ma'muriy chegaralar o'zgartirilgan, yangi sanoat zonalari tashkil etilgan. 2025-yil 1-aprel holatiga ko'ra Namangan viloyatida doimiy aholi soni 3 milliondan oshgan. Namangan ayni paytda iqtisodiy va demografik jihatdan o'sib borayotgan zamonaviy infratuzilmaga ega bo'lish sari intilayotgan viloyatlardan biridir. Umuman olganda Namangan shahri va viloyati o'zining tarixiy ildizlari, tabiiy resurslari, mehnatsevar aholisi va iqtisodiy salohiyati bilan O'zbekiston hayotida muhim o'rin egallab kelmoqda.